2026-yilda yangi qurgan yangi xonadonlaringizga aboy qilish necha pulga tushadi? Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Bugun Toshkent shahri Bektepa bozoridan Xitoy, Rossiya, Ukrainadan birinchi qo'ldan olib keladigan aboylarni Optim do'konidamiz. Xudo xolasa videoni oxirigacha tomosha qilsangiz, bularni bir rulon necha pulga tushadi? Dastlabki xizmatlari bormi yo'qmi? Hammasini aytib o'tamiz. Ko'pchilik ko'rmagan shunaqa aboylarni ham ko'rsatib o'tamiz. 1 kvadratdan necha puldan tushadi? Buni bitta baho beringlar buni. Hammasini super mo'yishimi, pol mo'yishimi, nima qayerlarga qilinishi kerak va qayerlarga qilinmasligi kerak, hammasini aytib o'tamiz. Videoga like bosib, 2026-yilda shunaqa yaxshi niyatda uyini remont qilmoqchi bo'lgan do'stlaringizga jo'natib qo'ying. Hurmatli obunachilar, Optim aboylar bo'yicha sotuvchi akamiz Shahrnakidan ma'lumotlar o'tamiz. Aka, salomatmisiz? Salomatmisiz? Charchamaysizmi? Rahmat. Shahrnaki, siz necha xil turdagi aboylar bilan ishlaysiz endi asosan? 500 xildan ko'p turdagi aboylarimiz bor. 500 xildan. Rossiya bor, Ukraina bor, Xitoy bor. Asosan birinchi qo'ldan olib kelasiz, do'konlarga, donaga ham sotaverasiz. Optimga. Shunaqa. Xo'p, hozir endi qaysidan boshlaymiz hozir? Shahrnaki? Buni xohlasangiz mana. Mana bulardan Xitoy boshlaymiz. aboylari super mo'ysha aboylar hozir narx tushgan. Zalga, spalni, detskiy qolgan xodizga qilsangiz bo'ladi. Bular skidkadami shuni? Narx tushgan skidkada aboylar super mo'ysha, orqasi flizelinli. 101 mingdan qilib beramiz mana shu narsalarni. 101 ming. Biz videoni boshida Shahrnaki akamizga aytdimki, 99 mingdan beradi-da o'zimman. Kelishtirib berasiz baribir aka. Ular xili ko'p, kalistasi cheklanmagan miqdorda bor. Xohlagancha kalistasi bor. Xuddi shu 101 minglik variantni haytegini, neklaskasini topib berasiz, atachentasini. Bor, har xildan bor. Klassika emas, a? Klassika bor, adnotonilarimiz ham bor. Ha. Ularni ham bitta ko'rsatib o'tamiz. Xo'p, aka, bularni ko'p videolarda aytib o'tganmiz. Ustiga suv ham qo'yib ko'rdik, yog' ham qo'yib ko'rdik, yoqib ham ko'rdik. Holatini o'zgartirmaydi, chunki sababi super mo'yishi. Endi ko'pchilik tushunmay qolyapti, super mo'yishi bilan pol mo'yishini farqi nimada deb. Mana qirilmaydi. Siz aytganingizdek mana. Yog' tegsa, bu narsa bilan siz hech bo'la qilmaydi. Tozalab achishlari zo'r buni. O'zini holatini yo'qotmaydi. O'zi holatini yo'qotmaydi. Mana pol mo'ysha bo'ladi, endi faqat namlatda bilan artiladi. Endi uni orqasida flizelini kam bo'ladi-da, qog'oz ko'proq bo'ladi. Shunaqami? Bo'ladi, mana shunaqa bo'ladi. Ha, buni endi flizelini ko'proq. Bu flizelini ko'p, asnosi flizelini orqasi. Ha. Sizda hozir pol mo'yishi, super mo'yishi hammasi bormi yoki faqat super mo'yishi? Pol mo'yshalarimiz ham bor. Pol mo'yishi ham bor. Pol mo'yshalarimiz ham bor. Endi bularni oxirgi narxini 99 mingdan qilib berasiz. Shunaqami aka? 99 ming. Cheklanmagan miqdorda lekin kalistasi. Zo'r. Endi aka, mana bu variantlarni ko'pchilik do'konlarda ko'rmaganman aka. Bu taraflarimiz mana. Bularni yangi olib kirganmisiz? Yaqindan keldi mana. Yaqindan kelgan. O'ta qalin u aka bu. Rossiyaniki. Qo'yil. Bitta baho beringlar, bitta like bosib qo'yinglar. Bitta kattaroq qilib ochib ko'rsatinglar aka shuni. Mashalloh, qaranglar. Shahrnaki bularni qayerlarga olishyapti endi? Bularni asosan spalni bilan detskiyga zo'r chiqadi bular. Dekor qilib ishlatsa ham bo'ladi, hollarga, zallarga, qanaqa joylarga. Kombinatsiya qilib, ha? Televizorning zonalarga zo'r chiqadi bu. Kombinatsiya. Chiroyli chiqadiganlar, tekstilga o'xshab chiqadigan variant. Nomi nima buni aka? Nomi bu haytekda bular. Haytekka kiradi-da, shunaqami aka? Shunaqa. Ranglari juda ko'p mana. Faqat to'q rang emas, ochiq ranglari ham bor ekan bu yoqda. Qora rang deysizmi? Ranglarini qo'ydik, mana ochiq ranglari ham bor. Mashalloh, qaranglar. O'ta chiroyli bor-ku. Endi Shahrnaki bularni 4 tarafga devorga ham qilsa bo'ladimi? Ha, bu qilaveradi buni. Xohlasangiz adnotonni ishlataman desangiz, gulsiz variantni ham olib qo'yganmiz mana buni. Aha. Kombinatsiya ishlatiladigan joylarga mana. Bu kombinatsiya uchunmi? Buni men xohlasangiz mana shunaqa qilsangiz ham bo'ladi. Ha. Kombinatsiya qilib. Bunga ham bitta qo'yib ko'rsatsa bo'ladimi? Bunga qilsangiz ham bo'laveradi, faqat joy tanlamaydi. Bunga ham tushiradi, xudo Bunga ham zo'r. Dekorativniy zonalarga, mana televizorni mashtarasi, spalning bosh taraflariga, yaxlit yo'llarga zo'r chiqadi. Mana bu qolgan devorlar ochiq rang. Lekin o'ta chiroyli ekan bor-ku. Buni endi Shahrnaki usti zaru shunaqami? Ha, mana shunaqa narsa. Bular yopishtirilmagan quyma-da shunaqa. Quyma mana shunaqa. Quyma bo'ladi. Endi ko'pchilik qiziqishadi-da, Shahrnaki tushib ketadi zari. Yo'q, bo'ladi mana bunaqa. Qo'lingiz ko'rsatingchi endi. Ha, qirilmaydi-da. Yo'q, hech narsa qilmaydi. Uch qirrali narsa bilan qilinmasa hech bo'la qilmaydi bu aka. Rossiyaniki. Bularni fabrikaning moli. Kvadratga sotiladimi, rulongami? Ruloni 10 metr 10 kvadrat. 10 kvadrat bo'ladi. Bitta rulon necha puldan sotamiz? Masha bo'ylarimiz hozir bitta 250 ming so'm. 250 ming so'm. So'ralyapti, yana kelishtirib beramiz, xudo xolasa. Bu Xitoymi shunda? Bu Rossiya bu. Rossiya. Ha. Endi tushunmaganlar uchun, bilmaganlar uchun Rossiyani materiallari qimmatroq chiqadi. Xitoydagi arzon. Xitoydagi arzonroq chiqadi. Rossiyani ishlab chiqarishiga anaqa. Bular ham 250 ming shunaqa. Bu ham shunaqa, ranglari ko'p buni. Ha. Kalistasi hammasida cheklanmagan miqdorda, juda ko'p kalista. Endi xonadon egasini tabiga qarab qilib beraverasiz, shunaqami aka? Egasini tabiga qarab, xolasa
Bu bilan buni kombinatsiya qilsa olasiz, adnotoniy bilan ishlatsin. Ha. Mana hammasi o'ziniki bilan bor. Kimgadir xonasiga kerak, kimgadir mehmonxonaga kerak. Qo'yingki, shunaqa. Endi bu variantlarchi aka? Bu variantlarimiz mana to'q rang yoqtiradiganlarga zo'r chiqadi bu ham. Bu shunda kirchim oldinglarmi? Mana shunaqa narsa. Kirchim oldi shunaqa. Kirchim bor narsa. Mana buni guli ham nihoyatda zo'r ishlangan, tekstilga o'xshab ishlangan narsa mana. Buni ham kombinatsiya qilsa bo'ladimi? Mana kombinatsiya qilsangiz qolasiz bu bilan. Qolasiz buni och ranglari bilan qilsangiz ham vaqti zo'r chiqadigan narsa. Ha, o'ta chiroyli. Bular endi qayerlarga qilinyapti asosan aka? Bular hozir detskiy spalniyalarga zo'r chiqadi. Keyin boyaginda yoqda Televizorlarga. ha, mana shunaqa televizion zonalar mana shu dekorga ishlatsa zo'r chiqadigan narsa bular. Spalniyalarga juda go'zal chiqadi bu narsalar. Lekin o'ta qalin ekan aka. Materiali zo'r, Rossiyaniki. Super moyshi, xudo xolasa issiq sovuqqa yoki yirtilib qolishi shunaqa emas, xudo xolasa o'zini oqlaydi puliga. Bu ham 250 mingmi? Mana shunaqa narsa. Endi mana bunaqa bo'ylarimiz bor. Kelgan bu vaqti zo'r chiqadi bular mana. Bu zarli ekan-a yuzi. Bu zar bor, zollarga, qo'llarga juda zo'r chiqadigan narsa bu narsalar. Bu atachenta deyiladi shuni. Atachenta ham bor, ichida marakant ham bor. Ha, marakan. Klassikalar ham bor. Universal, hamma xonaga zo'r chiqadigan variant bular. Joy tanlab, bu ranglari bor. Kalistasi cheklanmagan miqdorda buni xohlagancha qilib beramiz. Xo'p. Shahrin aka sizga kelib turib yoki Telegramdan sizga uyini rasmini tashlashsa, o'zingiz dizayn qilib beraverasiz. Qilib beraveramiz. O'ziga Telegramda ko'rsatib, ma'qul kelganini qilib beraveramiz. Ha. Yana qanaqalarni ko'rsatamiz endi? Qanaqa yangiliklar bor? Mana bu tarafda bor. Mana marakan tabular kelgan. Ha. Endi bizni obunachilar ko'proq ochib ko'rsating deyshadi-da. O'shaning uchun ochib ko'rsatamiz, hurmatli obunachilar. Endi bu qanaqa variantlar? Bular emas, spalniyalarga zo'r chiqadigan variant bular mana. O'sha bo'ldi. Spalniyaga zo'r chiqadi. Och ranglari bor, zollarga zo'r chiqadigan variant buni. Juda chiroyli buni. Tekstilga o'xshab ishlangan bu variantlar bular hammasi. Bu xameleonmi yoki bir xil tarafdan bir xil ko'rinadi? Yo'q, yonidan boshqacha mana. To'g'ridan boshqacha. Yonidan boshqacha. Amaliyot. Bu tarafdan ham ko'ramiz. Ha, o'zining holatini o'zgartirar ekan. O'zgartiradi holatini. Qoyil, mana sizlarga. Bularni rulon necha pul chiqyapti aka? Bular ham 250 ming so'm kelishtirib beramiz bularni. Hozirgi aytilayotgan narxlardan uncha-muncha o'tib beriladi. O'tib beriladi, xudo xohlasa. Hammasi ranglari lekin bor. Xohlagancha rang bor. Xuddi shu stilda, lekin ranglari rangi har xil. Gulsiz varianti bor, gulli varianti bor. Rangiga qarab narx o'zgarmaydimi shunda? Yo'q, unaqa rangiga qarab rang narx o'zgarmaydi. Mana xolasi gulsiz varianti, mana kombinatsiya qilib ishlatilsa bo'ladigan variant. Endi ko'pchilik bir xillar xohlaydi. Misol uchun televizorda zonami, spalni bosh taraflari to'qqiroq bo'lsin, qolgan devorlar ochiqroq bo'lsin deganlarga mana o'zining och ranglari ham bor buni, mana bunaqangi. Kombinatsiya qilib ishlatilaman deydigan joylari bo'lsa ham bo'ladi. Hozir ko'pchilik taroq bilan dekor qilib ajratyapti-ku, mana bunaqa ishlatsa ham zo'r chiqadigan variantlar. Bular ham super mo'shimi aka? Hamma super mo'shi qirilmaydi. Rossiyaniki mana sifati zo'r lekin. Aha. Shahrin aka, bu sohada necha yildan beri ishlaysiz? 25 yildan beri ishlayman. 25 yildan beri. Qoyil. Buni nimaga so'rayapman? Misol uchun uyini qanaqa xonasini ko'rsatsa sizga qanaqa aboy qilishini tavsiya bera olasizda bemalol. Shunaqa. Endi ko'z urganib ketgan klientlarni tavsiyalar nimalarni bilasiz, qanaqa muammolarga duch Agar xonasi pastroq xonalar bo'lsa, kamroq, kam chiqimli aboylar qoladiganlarga bo'lsa, mana mabullarimiz bor, bular eng keng aboylar. Masalan, hammasi. Mana bularimizda rasxoti ham chiqmaydi. Sifati zo'r, yaltirog'i bor. Xohlagan xonalarga qursa bo'ladigan narsa bular. Ranglari bor. Ochig'i Shahrindaga bu variantlarni avvallari ham obzor qilganman-da, aboylarni. Ko'rmaganman-da, ochig'i. Buni mana o'ta hammasi yangi olib kelibsiz-da. bu qarang, mayda taroqli, mana yirikroq. Xuddi mana shu narsani mana yirikroq taroqli, buni zari yo'q buni ham. Buni ham ranglari bor. Rasxoti yo'q. Bular ham qirilib qolmaydi xohlasa. Guli keltirib yo'q, qirilmaydigan narsa, mana hammasi sifati zo'r. Oddiy narsa emas. Guli-guliga to'g'ri kelmayapsiz-ku? Yo'q, guli kelmaydigan, xonasi past, misol uchun kimlardir 2 metr, 2,5 metrli xonalarga mana shu variantlarni tavsiya qilamiz. Vaqtimiz zo'r lekin. Ustalarni ham qiynamaydi-da shunaqa. Yo'q, bu yopilishi ham zo'r. Rasxoti ham chiqmaydi. Xolasi zarli variant, mayda taroqli, xolasi yirikroq taroqli. Zarsiz zar yo'q. Bunda ham azincha bor, lekin unaqa ko'p emas. Necha pul chiqadi bular? Bular ham 250 ming so'm kelishtirib beramiz. Bu taraf hammasi 250 ming ekan. Bular bu tarafimiz Rossiyaniki emas. Endi minimalizm aboylarimiz bor, xolasi mana bunaqangi. Zo'r. Juda chiroyli. Ularni ham ko'rsatamiz. Oxirgi keng mana mana kolleksiyalarimiz bor. Qo'llarga zo'r chiqadi, zol. Hamma xonalarga zo'r chiqadigan variantlarimiz bular. Orqasi atachento, orqasi atachento, minimalizm zo'r ishlangan variantlar bor. Buni ham ranglari bor, soni cheklanmagan miqdorda. Mana. Mana bular. Bular ham Rossiyanikimi shunda? Bular Rossiyaniki. Necha puldan chiqadi ular?
Bular ham 250 mi? 250 ming kelishtirib qilib beramiz. Ranglari bor. Ranglarimiz xohlagan rangidan qilib beramiz buni. Ko'rasizlar. Xo'p, mana bunaqa variantlarimiz bor. Qo'llarga, zollarga hamma universal zo'r chiqadigan bo'ladi bular. 2025-yilda eng trendga chiqqan aboylar qaysi birlari endi aka? 2025 zo'r trend. Mana mana qatorimiz deyarli hammasi eng kelgan bo'ladi. Mana bu ham Mana trendga chiqqan, xudo xohlasa. 2026 ham chiqyaptimi, xudo xohlasa? mana shunaqa. 2026. Bu modadan qolmaydi hech qachon bular. Keyin mana bu orqasida bitta aboyni ko'rib qoldim aka. Bu aboylarimiz 2026 ning eng zo'r aboy mashinalari hisoblanadi. Mana dekoratsiya. Rossiyaniki bu qarang, ranglari bor. Mana buni qarang, dekorligi, chiroyligini. Tekstilga o'xshagan variant bu ham mana. Yaltirog'i yo'q, matviy. Spalniga, detskiga, yoki hollarda televizorda zonalar bo'ladigan bo'lsa, juda chiroyli chiqadigan variant mana shu. Materiali zo'r. Ranglari nihoyatda ko'p mana buni. Ranglari mana. Mana ranglariga keladigan bo'lsa, juda ko'p ranglari. Bular qayerlarga qilinadi endi asosan? Bu spalni, detski, spalni detskilarga, ha? Kombinatsiya qilinadimi bu ham? Xohlasangiz mana kombinatsiyaga xohlaydiganlarga mana kombinatsiyasi ham bor. Agar yo mana gulni o'zi yoqib qoladigan bo'lsa kimgadir. Yoki mana bitta devorga mana buni qilib to'q rangini. Qolgani mana ochi bilan qilsa, gulini gulga to'g'irlab ham ketaveradi bu narsani. Mana buni qilib zo'r ishlanadigan variant bilan mana bunaqa. Zo'r chiqadi, juda chiroyli chiqadigan kolleksiya. Lekin atak to'rt tarafga ham buni qilib bo'lmaydi, shunaqami? Kimdir to'q rangni xohlaydiganlar bo'lsa, qiladi buni, qilgan ham buni. Endi to'q rang asosan bo'g'ib qo'yadi-da o'shanga deb. Yo, endi kimdir spalnilarga bo'ladi-ku, to'mli rang bo'lishini xohlaydi. Masalan, patolog kimdir svetli bo'lishi mumkin, toli ochiq rang bo'lib, kimdir buni to'qroq qilaman deydigan bo'lsa, lekin zo'r chiqadi bu ham. To'mli rangni yoqtirganlarga zo'r. Ko'z dam oladigan ranglar deydigan odamlarga men misol uchun mana bu narsani tavsiya qilamiz. Mana. Mana bu narsani. Zo'r. Bu zo'r chiqadigan narsa mana shu. Mana ranglari lekin bor. Hammasi gulsiz varianti bor. Buni gulgulga keltiriladi. Gulsiz varianti bor, rasxoti yo'q mana. Chiqimi yo'q bunda. Mana kam chiqimli variant, gulgulga kelmaydi. Tushunarli. Lyonga o'xshagan material bu. Endi bu yoqda rossiyskiy, bu yoqlarda qanaqa endi? Shahrdagi Xitoy, bu yoqda endi bu taraf mana bu ham Rossiyaniki, mana yaqindan kel, eng keng ham mashina. Klassik. Bu ham yaltirog'i yo'q, zo'r chiqadi, zollarga, qo'llarga chiroyli chiqadigan variant. gulli variant. Gulli, klassik qolaganlarga hech qachon modasidan qolmaydi bu narsalar. Buni mana o'zini palasal chiziqchalar bo'yi ham bor, mana bunaqa o'ziniki bu. Kombinatsiya ishlayman deydiganlarga, endi misol uchun buni zoliga qilib, buni xo'lga kiraverishga qilsa ham bo'ladi, oshxonalarga qilsa ham zo'r chiqadi bu narsa. Oshxona xo'llarga bitta qilib olib, mana buni zolga qilsa ham zo'r chiqadi, xolasi zol yaxlit devorlariga buni qilib, qolgan devorlarga buni qilsa ham zo'r chiqadigan variant bo'ladi. Xo'llarga qilsa ham katta joylarga nihoyatda zo'r chiqadi. Baland xonalarga yaxshi narsa bu. Xonasi 4 metrlik, 3,5 metrlik xonalarga mana shuni tavsiya qiladi, juda zo'r chiqadigan variant mana. Buni ham ranglari ko'p. Xohlagan rangingiz bor. Spalniga deysizmi, zolga deysizmi? Tushib ketaveradi bular. Akamizda 500 xildan ortiq aboylar bor. Endi hozir hammasini bitta videoga sig'dira olmaymiz-da. Shahrdin aka, o'shaning uchun oxirgi modellarni ko'rsatib o'tyapmiz. Mana. Bu Sakura varianti, hech trenddan qolmaydi. Shunaqa narsa bular. Buni ham gulsiz varianti bor. Gulsiz variantlar, ha? Gulsiz varianti bor. Bu qayerniki endi? Bu ham Rossiyaniki. Rossiyaniki. Gulsiz varianti bu. Ranglari bor buni ham. Mana. Bular ham 250 mingmi? Bu ham 250 ming so'm. Bu Rossiyaniki. Bu eng kelgan zo'r aboylar bular ham. Bular ham ko'chib ketmaydi xudo. Yo'q, ko'chib ketadigan joyi yo'q. Qirilmaygan joyi bu. Mana bu shunchalarda baqat zo'r. Tushunarli. Xo'p. Aka, bularga kerak bo'ladigan kleylarni ham o'zlaringiz topsangiz. Buni kerak bo'ladigan kleylarimiz hammasi bor. Endi bu tarafimiz hammasi Xitoyniki. Bu taraf hammasi, ha? Xitoyniki mana. So'lchi mana bu yerda bor. 125 ming so'mdan. 120. Kolичествоsi cheklanmagan miqdorda xohlaganlaringiz budjetni variant, mana kimdir arzonroq bo'lsin deydi-ku. O'shalarga mana xohlaganingizcha kolичество qilib beramiz. Mana juda ko'p. Mana shu narsalar ham mana xohlaganingizcha qilib beraman mana. Lekin Xitoy bo'lgan bilan ancha qalin aka. Sifati zo'r, flizelinli material. Endi ko'pchilik flezilin nimaligini bilishmayapti-da, aka. Flezilin endi o'zim tushunganim bo'yicha aboylarni qog'oz desa bo'ladi, flezilinli, ya'ni flezilin deganda rezinali bo'ladi, ichi rezinali ko'proq bo'ladi. U rezina qayerlarga desangiz, misol uchun devori 2-3 mm trishina beradigan vaziyatda bo'lsa, o'sha holatdagi supermoyishli aboylar kamida 2-3 mm unaqa beradi, cho'zilib beradi, shunaqami? Shunaqa, mana shunaqa bo'ladi. Bularda mana shunaqa. Shuning uchun flezinni olganni yaxshiroq, shunaqani tavsiya qilasiz. Shunaqa, mana. Endi balkim uyi trishina bergandir, balkim bermagandir, aytib bo'lmaydi-da, baribir shunaqami aka? Shunaqa narsa bular. Mana bunaqa narsalarimiz kelgan, yangicha variantlar. Qog'ozli variant unaqa cho'zilib bermaydi, yorilgan. Mana. Bular ham zo'r variant. Spalnilarga,
juda chiroyli chiqadi. Detskiy xonalarga zo'r chiqadi. Mana bu ranglari bor. Mehmon xonalarga juda zo'r chiqadigan ranglar mana. Endi hozir detskiy xona deyapsiz-ku aka. Detskiy xonalarga fotoboy xizmati bormi sizda? Fotoboy xizmati ham yo'q, bizada yo'q-ku. Lekin fotoboy o'rniga hozir mana shu narsalar deydi, fotoboy buyurtma qilsa olib berilasizmi? Shunaqa qila olamiz. Buyurtma qilsa misol uchun Endi mana bunaqa narsa bor, yangicha variantlarimiz bor. Eng keldi mana shu narsalar. Eng oxirgi 26 nima yaqinda kelgan mana shu variantlar. Qo'yil. Lekin aytayapman-ku, ko'pchilikda ko'rmagan variantlarni ko'ryapman shahardan akamizda. Yaqinda keldi mana shu narsalar. Bular ham 125 mingdan? Yo'q, bularimiz birmuncha narxi qimmatroq. Aha. Eng keldi bularimiz 170 ming so'mlik bo'ladi bular. 170 mingdan. Bular mana Endi qatorimiz. bizda obunachilar kelsa aka, kelishtirib beraverasiz. Kelishtirib beramiz, xudo xolasa aka. Yana narx qatorimiz bor, bular narxi arzonroq. Bu variantda bitta och ko'rsating aka. Mana shu narsalarimiz 140 ming so'mdan qilib beramiz. 140 ming. Soni xohlagancha. Endi bu ham Xitoy. Bular Xitoydagi, bu ham osnovoz orqasi prezident. Supermoshida shunaqa. Supermosh qirilmaydi. Ha. Suvga ham chidamli. Suvga ham chidamli. Yog'i to'kilishi, yopishirishi zo'r bo'ladi. Yopishi juda zo'r. Bitta yuvib tashlasa o'zini holati yo'qotmaydi. Yopishi yaxshi buni, vaqtim zo'r yopishi. Keyin aka sizda patologga ham qilsa bo'ladimi bularni? Patolog ham ishda qilsa bo'ladi, sababi orqasi polietilen buni. Qo'rqmasdan yopishsa bo'ladiggan narsa bu. Ko'pchilik hozir patologga ham yopishtiryapti ekanda mana shu narsalarni. Patologga qilsa bo'ladi, orqasi polietilen bo'lganligi hisobiga bemalol qo'rqmasdan qilsangiz bo'ladi. Bularni necha pul dedingiz aka? Bularni 140 mingdan qilib beramiz, ranglari bor. 140 mingdan. Qo'yingki, mana shu tepasigacha 140 mingdan berasiz. Mana shunaqa. Tushunarli. Naki bunaqa variantlarimiz bor. Marakant qoladiganlarga. Mana Marakant ham o'ta Ternetdagi mehmonxonalarga, zallarga o'ta chiroyli tushadigan variantlar. shunaqa narsa bular. Qo'yil. Bularni yuzasi Marakant bo'ladi, orqasi attachment bo'ladi. Shunaqa ishlangan yangicha variantlar bular. Qo'yingki aka, mana shu Marakantni orqasi klassika qilib bera olasizmi? Uni ham topib bera olasizmi? Marakant orqasi klassika yo'q ular. Yo'qmi? O'zimdan kashf qilib bordim shekilli. Gapingiz to'g'ri lekin. Mana, lekin anaqalari ko'p. Bu qilim ryusinkalari nihoyatda ko'p buni ham. Mana bunaqalari bor. Materiali qarang, vashim zo'r material. Yumshoq material bu. Haqiqatan Endi kamerada baribir bilinmaydi aka, kelib turib ushlab ko'rishsa yoki uyga borganda ushlab ko'rishsa bilinadi, bittada bilinadi. Mana shunaqa narsa. Qog'ozli bo'lsa qichir-qichir qiladi-da, bu qanaqadir rezinasi ko'pligi uchun yumshoq. Yumshoq materiali zo'r lekin. Material vashim zo'r. Yumshoq materiallar bular. Mana bunaqa. Endi bular necha kilo chiqadi o'rtacha aka? Bular 3 kilodan og'irroq. 3,5 kilo mana shunaqalar bo'ladi. Qancha og'ir bo'lsa, shuncha qalin bo'ladi. Mana shunaqa. Qancha yengil bo'lsa, shuncha yuqa bo'ladi. Bu ham bir ma'lumot. Endi aka misol uchun 3 ga 5 xonam bor. Nechta rulon ketadi? 3 ga 5 xonangizga 5 ta rulon ketadi. 5 ta rulon? Listiga hisoblaysiz 5 ta rulon ketadi. Endi u xona misol uchun ofisim bo'lishi mumkin yoki mehmonxonam bo'lishi mumkin yoki spalnim bo'lishi mumkin. Unga tanlab beraverasiz o'zi, shunaqa. Tanlab beraveramiz bemalol, hamma xonasiga. Kommentlarga yozishsa misol uchun meni uyim 4 ga 5, 4 ga 8 xonam bor desa, uni ham aytib o'tasiz, xudo aytib beramiz, chiqazib beramiz. Yozishsin yaxshisi. Yozishsin, o'shani chiqazib beramiz. Xohlasa attachmentdan, xohlasa klassikadan narxi necha pulga tushishini ham aytib beraverasiz. Shunaqa, Xo'p, sifatini aytamiz. Shunaqa. Xo'p, shaharniki uyim misol uyimga 10 ta rulon oldim. 9 tasini ishlatdim, bittasi ortib qoldi. U muammo yo'q bu narsani. Qaytarib olish xizmati bormi sizda? Qaytarib olish xizmati bor. Ya'ni ikkinchi narsani aytaman. Mabodagi aboyni oldi. Zavodga ko'p birorta bir defekt chiqib qolishi mumkin, chizuvcha chiqib qolishi mumkin, yoki kraska qaysi bir joyi ko'proq tegib qolgan bo'lishi mumkin. U narsalarni biz beminat almashtirib beramiz u narsani. Bepulga. Bepulga shuni almashtirib beramiz. Unaqa narsa bo'ladigan bo'lsa, bexijolat unaqa u tarafiga zavodga defekt chiqqaniga 100% biz almashtirib beramiz. Rulonni ochilmay qolib ketsa, u narsani ham biz qaytarib olamiz. Vazirat shartlari qanaqa bo'ladi aka? Vazirat shartlari bizda vaqt kelishamiz. 10 kunmi, 1 haftami, 15 kunmi? Endi birorta bir misol uchun kimdadir 1 haftaga dedi, 3 kun nari berisi bo'lib qolishi mumkin, o'tib qolishi mumkin. Har xil sabab bo'ladi, unaqa variantlar ham bo'lgan. O'sha misol uchun 140 minglikdan bitta olib turib, o'shani 140 ming beraverasiz. Ha, xuddi shunaqa bir sim anaqa xiyonat. Men olmayman, unaqa deyish yo'q. Yo'q, unaqa narsa bo'lmagan. Qachon olmaydi akamiz? Xuddi shu mana shu variantdan qolmay qolsa ola olmaydi-da, chunki bitta rulonni olib o'tira olmaydi akamiz ham. Sota olmay qolishi mumkin. Mana shu variantdan ko'proq bo'lsa olib qolaveradi. Shunaqa bo'ladi. Aka, endi bu variantlarni qayerlarga olishyapti? Bu variant ham mishkavina deydi buni. Buni misolchi aslida ofislarga zo'r chiqadi bu. Kurorishlarga zo'r chiqadi. Ofislarga, boshxonalarga juda zo'r variant mana shu mishkavinalarimiz. Mana variantlarimiz. Hurmatli obunachilar, Shaharna akamiz terlab ketdi, menga javob beradi bormi? Juda ko'p savol beraman aka. Chunki biz obunachilar so'rashadi-da, inson ashuni ochib ko'rsat,
nima mashinani narxini aytmading, ko'rsatdik, lekin narxini aytmading deydi. O'shaning uchun ko'p savol beraman. Yo'q, bizaga kerakli narsani so'rayapsiz, o'shasin. Ha. Akamiz terlab ketdi boru, bizga ma'lumot beramiz. O'sha joyga o'sha joyni hurmat qilgan holatda shu videoga nimadir deb yozib keting yoki like bosmang, sizdan pul ketmaydi, bizga pul kelmaydi. Shunchaki bu aboylarni ko'proq odamlar ko'rishiga sababchi qolasiz. Xo'p, aka, mana shu bilan tugatsak bo'ladimi? Bo'ladi. Qanaqa endi variant? Mana shu oxirgi Bularimiz Marakanskiy bo'ladi. Marakanskiy necha pul qilib berasiz? Bularimiz hozirgi paytda 160 ming so'm chiqadi mana shu bo'lar. 160 ming. Endi sizda eng arzoni 99 ming ekan, shunaqami aka? Yo'q, 75 minglardan ham bor. U qanaqa tufta qolib ketgan? Yo'q, tufta qolib ketgan emas, hammasi zavodga upakovka bo'ladi, faqat sifati bunaqa bo'lmaydi sifati. Ha, endi sifatiga qarab narxlar o'zgaradi baribir, shunaqami aka? Sifatali polmoshi deydi, mana shunaqa bo'ylarimiz 75 ming bor, 99 ming bor, mana bu ko'rdingiz. Mana 100 ming so'mdan ham super moshaboy upakovka, sterech qilinmagan, zavodga upakovka qilib beramiz. Kalitsiyasi xohlagan miqdorda. 75 mingdan bitta ochib ko'rsatdik aka. Imkoni bormi? Hozir. Bo'ldi. Akamizni qiynab qo'ydim boru. Hozircha kutamiz. Akamiz olib keladi deb ishlaydigan. Ungacha obuna bo'lib qo'yinglar. Sharnaga endi mana shu variantimiz 75 ming. Buni ranglari ko'p buni. Aha. Ranglari bor bundan. Endi misol uchun 4 ta 5 ta qolganligi uchun shunaqa narsa so'rayapsiz. Yo'q, 4 ta 5 ta emas, kalitsiyasi xohlaganingizcha bor. Xohlagancha qilib berasiz. Bor. 100 ta 100 ta. 100 5 xohlagan kalitsiyasi. Buni nima uchun arzon sotyaptilar? Endi o'zimning taxminim bo'yicha flizilni kamroq bo'ladi. Shunaqa bo'ladi. Polmoshi deydi-ku, namlatlar bilan atiladi deydi. Bu mana shunaqa variant. Mana bunaqa usti bunaqa emas. Buni usti boshqacha. Buni usti uni qilsangiz misol uchun qilib ketishi mumkin. Darajada unaqa narsa. Xuddi shu 75 minglik variantni atachenti variantini qilib berasizmi? Buni atachenti variantlari ham bor bulardan. Ha, atachenti. Endi ko'proq bizda hozir bu variantni anaqa gulli variantlarimiz ko'proq bundan. Ha. Atachentlarimiz endi sal qimmatroq, 100 ming so'm atrofida mana shunaqa chiqadi. Arzon turlarimiz. Ko'ryapsizlar, hurmatli obunachilar, imkon qadar ma'lumotni berishga harakat qildik. Akamizning telefon raqamlari pastda bo'ladi. Bemalol lyustralar bor misol uchun. Qandillarimiz ham bor. Uyga kerak bo'ladigan hammasini shu yerdan bitirib ketsa bo'ladi, shunaqami aka? Mana shunaqa, mana qandillarimiz ham bor, xohlar. High-tech deydimi, klassika deydimi, endi neoklassika hammasidan bor. Hozir videomiz cho'zilib ketdi-da, aka. Eng boshlang'ich narxlari va eng oxirgi narx necha pul? 110 mingdan boshlanadi lyustralarimiz. 110 mingdan? Ha. Aha. Yoki narxi ketaveradi. Yoki ketaveradi. Kattagi diametriga qarab. Diametriga qarab, katta kichigi. Tushunarli. Kelasizlar, aboyga Qoshini qatoriga qarab. Aboyga moslab lyustra olasizlar, lyustraga moslab aboyga olib ketishlaringiz mumkin. Akamiz telefon raqamlari pastda bo'ladi, aloqaga chiqarasizlar bemalol.